Bemorimizda o'choqli soch to'kilishi, subtotal formasi, sochdagi o'choqlarimiz soni ko'payib bormoqda. Diqqat ko'p ko'rib, hozirni qilib olamiz va davo taktikasini boshlaymiz. Bu asosiy sababi bu soch to'kilishida. Autoimmun proses, ya'ni o'zimiz immun hujayralarimiz soch follikullarga ta'sir etib, o'sishini bloklab qo'yadi. Davoda mana shu immun hujayralar faoliyatini normallashtirishga qaratilgan, immun hujayralarni sochga ta'sirini bloklashga qaratilgan davo taktikasi qo'llaniladi. Bunda fizichiniyani ham qo'shishimiz mumkin, obesitet, boshqa qilinadigan meza preparatlarimiz bor. Kerak bo'lsa, gormonal vositalardan va surunkali qaytadan uradigan holatlar bo'lsa, jalk ingibitorlari, hozir yangi pokoleniya dorilar, o'shalardan foydalanishimiz. Bemorimiz to'liq davo kursini tugatdilar va qayta to'kilmasligi uchun ushlab turuvchi davoga o'tdik. Davo natijasini ko'rib turibsizlar, o'choqlarimizdan deyarli hammasidan soch follikulalaridan sochlarimiz o'sib chiqdi. Hozir to'kilish belgilari yo'q. Davo natijasidan bemorimiz xursand holatda. Bunaqa soch to'kilishi ko'pchilik savol beradi, qaytalanishi mumkinmi deb. Bu autoimmun proses, ya'ni immun tizimidagi o'zgarish hisobiga paydo bo'ladigan jarayon, qaytalanish ehtimoli bor. Qachon qaytalanadi? Kuchli stresslar, immun tizimidagi o'zgarishlar va muhit o'zgarishlari ko'pincha bu holatda qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana ham to'liqroq pastda qoldirdim. Qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.